Salam turdaşlar, hemen acaba vakti güldü güzel olsun. Ben şayalık dostumlar Aygül'den hemen gelme mikrim bilen salamdırmayasınız turdaşlarım. Nurgullarını sordumda birdem işkirde ben kirlik sevatman, noç jing ben kirlikni Şinjan'a saldım, dukunum'a saldım deysiz. Yine birden bolsa ben Ataçi'ninki şu Xotendeki dağlık müdür vraç doktor Abdullah Mahmud Ustam'nınki tarmak dukunni şayana aysik açtım deysiz. Siz qaysi bir ticaret ne qilasiz deb so'rganlarim ko'p bo'ldi aziz turdoshlarım. Mushnuga bir tushuncha beray deb tor dunyosiga so'zlab chiqdim. Mushu endi Ataçini aytishga maqsadim. Men o'zingni bilasizlar, mana shu tor dunyosida izchil ko'rayotgan xalq. Men mushkamchilik bir xalqni aldab 5 mo'cham pulusini qarsanab qo'yayotgan yerim yo'q. Hazır kadar mal dedinglar seppadim, barajıga yaqin bo'pti. Men Ataçining mahsulotini butun Şinjanning ham birga soladi ekanman. Bu bir. Ikkinchidan men o'zim mana shu yurakniki ikki ta tumurni ochtirganlik sababimdan davomli yuragim og'rib, mana shu tijorat ustida ketmagan vaqtimda yuragim og'rib, hatto uburniramdima, munchamdima yiqilib qilib, shu balam tanzida yo'gab, aşındaq qilgan ahvollarim bo'lib, o'zim bir yurakniki dardini, yurakning azobini tatib baqqan bemor bo'lganligim uchun o'zim shu Abdullah Mahmud Ustamninki qishig'i berib, mana shunday tumurimni tutqizish orqali shu Ataçining mahsulotidan yeb, o'zim unumini ko'rganligim uchun sizlar xalqimga tujan qilib chiqdim. Men Abdullah Mahmud Ustamninki mahsulotini 8 oy yurak qatta iste'mol qilgandan keyin doktorxonada tekshirsam, yuragimga nima iste'mol qilding, yurak bek yaxshi bo'lib ketibdi deb dedi. Shuning bilan men bu mahsulotga, bu Abdullah Mahmud Ustamninki mahsulotlarga 100% qo'l qo'yib ishonganligim uchun o'zim kasbimni o'zgartgan yerim yo'q turdoshlar. Meningki sotadiganim non deb yegan kasbim shu yotgan kirligi cho'ngdan bito. Ama şu haqiqiy şu jingban mal oldim degan o'qib qolsa do'kon kasangli bo'ldi deb hozir shu do'kon cho'ng bo'lganligim uchun do'kondagi yerimini ama shu Abdullah Mahmud Ustamniki Ataçining mahsus etish do'koni qilib Ataçi mahsulotlarini soldim. Mavu kirlik endi o'zimniki bu qo'shimcha kasbim. Men mushundan non deb mushunda turmushimni qandab mush 6 yil ilgari men o'zim mana shu ko'chaga chiqib yoymachilik qilib, yoymachilikdan taraqqiy qilib bugungi kunga kagichilik turmushga erishganligim to'g'risida sizlarga o'z kechirmishlarimni, turmush tajribalarimni mana shu tor dunyosiga chiqib so'zlab qilib bergan bo'ldim. Endi buningki hammasi haqiqiy o'tgan ishlar bo'lgankin meni jutumdagi xalqning hammasi nima ish qilganini biladi turdoshlar. Nurg'unlaringlar siz kirlik sotdingiz, endi doktor olib ketibsiz deb ashanda degan bo'ldinglar. Endi kasalni jiqtasa inson doktor olib qoldi ekan. Doktor nazariya so'zlasa men mush kasalni amaliyotdan beshimda o'tkazgan bo'ldim. Qalqonsimon baz 3-daraja deb diagnoz qo'yilib qoldi. Mushirimga bir tal monakchi paydo bo'lib qilib, anadan keyin bu qon tomirimni besib edib, maqolim qon mangmay, maqolim og'rib ketib ekan to'q. Bu monakcham yo'q edi. Men normal qon mangandan keyin bu qo'limga og'riq qo'yib berdi. Şunun bilan mening bu ikki xil kesilim, biri yurak, biri qalqonsimon bez. Mushu ikki xil kesilim yaxshi bo'lib qolganligim uchun men bu Abdullah Mahmud Ustamninki mahsulotlarini ichib %100 unumini ko'rganligim uchun tor dunyosiga sizlar xalqimga tashviq qilib chiqdim. Yana birsiga shu Abdullah Mahmud Ustam ishlab chiqargan Ataçi markasidagi qizil gulqan yurakka foyda qiladi, umum badanni quvvatlaydi. Haqiqatan bek foydali. Endi bozorda gulqanjiq 15-20 ko'yluk gulqanmi bor, ismi gulqan, shekarni yeysizlar. Shunga men bu mahsulotga ishonganligim uchun hatto mana shu yurakka qartamish gulqanni ko'p iste'mol qildim. Gulqanning foydasini shunday ko'rdim. Shunga anadaki o'zim bir ishonch qilgan mahsulotga deb sizlar xalqim tujan qilib keldim. Biz mana shu mahsulotdan elib iste'mol qilib ichib baqsaq bo'ldi deydigan turdoshlar. Do'konning o'rni Yengshan shayoning qarshi tarafi, yana Kon Qashqamarasma deb qo'ymiz. Mana shu Bexay o'ltiraq rayonining osti. Do'konniki viskisi bo'lsa Ataçi mahsulotlarini setish o'rni deb bor viskida turdoshlar. Shunga mushu meni izchil qo'llab ishinib, menga har joyda tursam telefon urib, "Ukam g'ayrat qiling, siz bek tirishchan ayol kishi bo'lsingizmi, yolg'iz bo'lsingizmi, bir bolangiz uchun tirishib g'ayrat qiling" deb mushundaq madad so'zlarini bergan xalq tordoshlama ko'p bo'ldi. Garchi mayli bir jutdan bo'ladi, mayli boshqa viloyatlar, shaharlar, yezdan bo'lsin, ammo mana shunday ko'ngil bilgan xalq jiq bo'ldi. Yana birsi bu mahsulotni o'z yurtimda ichib unumini ko'rgan xalq ma Şinjanning bitta yerga sepasam bir xalq ma mahsulot ma ziyon qildi deb baqan olmadim. Shu sababdan bu mahsulotga ishonch qildim. Nurg'un bemorlarni Xotanga opadim, o'zim akaldim. Abdullah Mahmud Ustamning qiyshiq opirib, tumurni tutqizib kesilni ko'rsatib, mushunda qo'limdan kelishicha har bir xalqqa yaxshiligim bo'z qildim, yomonligim yo'q baqmadi. Shu sababdan bu shu Ataçining mahsulotiga ishonganligim uchun buni mana shu Shayanaysiga o'z yurtimga ochdim. Mush mahsulotdan bizim ichib baqsaq bo'ldi deydigan turdoshlar do'konga kelsanglar bo'ladi. Yuqorida undidor bor. Qo'shib